بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugun biz Alloh azza va jalla nimani yaxshi ko'radi haqidagi mavzuni davom etamiz. Aziz birodarlar, agar biz o'zimizning da'vatlarimizga, odamlarga bergan maslahatlarimizga e'tibor qiladigan bo'lsak, biz ana shu da'vatlarimizda, maslahatlarimizda qo'pollikni, qattiqqo'llikni qo'llayotganimizni bilamiz. Masalan, agar farzandingiz namoz o'qimaganini ko'rsangiz, nima deydi bizda? Agar namoz o'qimasang, jahannamga tushasan deb qo'pollik qiladi. Agar farzandingiz yolg'on gapirganligini bilib qolsangiz, "Ey o'g'lim, agar sen yolg'on gapiradigan bo'lsang, sen jahannamga tushasan. Agar sen yana bitta yolg'on gapiradigan bo'lsang, tilingni kesaman" deb qo'pol ishlatamiz. Vaholanki bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga zid narsa. Mustafa sollallohu alayhi vasallam Qurayshlarga da'vat qilganda birinchi so'zi nima bo'ldi? Aytdiki, "Qulu la ilaha illalloh tuflihu." Ey Qurayshlar, ey Abu Lahab, ey Abu Jahl, ey Abu Sufyon, la ilaha illalloh denglar. Alloh azza va jalladan boshqa iloh yo'q denglar, tuflihu, najot topasizlar. Agar e'tibor qiladigan bo'lsangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oldiga kelib turib, agar sizlar la ilaha illalloh demasangiz jahannamga tushasiz demadi. Balki islom ularga nima xursand qilib chiroyli ko'rsatdi. Biz ham o'zimiz farzandlarimizga va yaqinlarimizga da'vat qilmoqchi bo'lsak, ularni biz yaxshilikka chaqirmoqchi bo'lsak, ularga biz maslahat bermoqchi bo'lsak, albatta muloyimlikni, yumshoqlikni qo'llashligimiz shart. Agar farzandingiz namoz o'qimasa, ayting, "O'g'lim, namoz o'qigin." Namoz o'qishlikni Alloh azza va jalla buyurgan. Agar sen namoz o'qiydigan bo'lsang, martabang bu dunyodan oxiratdan baland bo'ladi deb tushuntiring. Agar yolg'on gapirsa, "Ey o'g'lim, yolg'on gapirmagin." Chunki payg'ambarlar yolg'on gapirmagan, sahobiylar, tobiinlar yolg'on gapirmagan. Yolg'on gapirishlik bu yaxshi odamning sifati emas deb tushuntiring. Mana shunda qabul qilishda osonroq bo'ladi. Agar biz ana shu da'vatlarimizda boshqa bir odamlarni islomga chaqirishlikda qo'pollikni, qattiqqo'llikni emas, balki muloyimlikni, yumshoqlikni qo'llaganimizda juda ham bir ko'p natijalar bergan bo'lar edik. Birodar, oldingi zamon bir eslandi. Otalar oldingi zamonda ota-ena o'zini farzandiga nima uchun qo'rqardi? Ota-ena oldingi zamonda farzandi narkotiklar bilan, sigaretlar bilan va undan boshqa yomon narsalar bilan mashg'ul bo'lmasligidan qo'rqar edi. Hozirgi zamonda ota-enalar o'zini farzandini narkotiklardan, sigaretlardan, noslardan qo'rqmaydi, balki farzandni qaysi masjidda da'vat eshityapti. Farzandimning, o'g'limning yoki qizimning domlasi kim? Kimdan bor ilm olyapti? Shundan qo'rqib qolgan. Haqiqatan ular qo'rqishligi haq. Chunki hozirgi zamonda islomdagi musulmonman deganlarning oqimi ko'payib bormoqda. Agar siz hozir zamonda farzandingizni tarbiyasiga, farzandingizni qayerdan o'qib kelyapti, qayerga borayotgan e'tibor qilmaydigan bo'lsangiz, farzandingiz agar islom noto'g'ri tushungan, islom bu qon to'kishlik, islom bu diyorlarni barbod qilishlik, islom bu qatl qilishlik degan fikrni olib qolsa, farzandingiz oldingizga yurgan tayyor, tirik, vaqtinchalik bombaga aylanib qoladi. Chunki ana shu odamlarning islomdan noto'g'ri xabar olgan odamlarni, islomga noto'g'ri ko'z qarash bilan qaraydigan odamlarning fikri bo'yicha jannatga tushish uchun ular bizning odamlarning kerak bo'lsa yaqinlarining qoni bilan, jasadi bilan orqali chiqib ketadi jannatga. Shuning uchun birodarlar, islomga chaqirmoqchi bo'lsangiz, muloyimlik bilan, yumshoqlik bilan chaqiring. Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qiladi, Alloh azza va jalla oxiratda bironta bir bandasining hayoli kelmagan darajasida gunohlarni kechirib yuboradi. Agar siz menga da'vat qilmoqchi bo'lsangiz, siz menga
birinchi bo'lib qabrdagi yilonlarni, chayonlarni va jahannamning alamli azoblarini aytishdan oldin siz menga birinchi bu dunyoning go'zalligini, bu dunyoda islomning adolatini tushuntiring. Va shu bilan birga qabrga boradigan bo'lsam, qabr bu jannatning bir bog'i bo'ladi. Jannatda qasrlar bor, jannatda rohatlar bor ekanligini tushuntiring. Nimaga? Agar hozirgi zamonimizga oladigan bo'lsak, agar men bir hokimning oldiga boradigan bo'lsam, hokimning oldiga kirishimdan oldin shu hokimning yordamchisi, "Ey Umar, agar sen ana shu hokimga yolg'on gapiradigan bo'lsang, seni azoblaydi, senga azor beradi, seni oq qiladi, seni ko'kala qiladi" desa, albatta men kirgandan so'ng u hokimdan suhbatlashganimni qo'rqib suhbatlashaman. O'zimni ana shu hokimdan olib qochaman. Lekin agar men kirganimdan so'ng menga ana shu yordamchi, Umar, agar sen hokim oldiga rost gapirsang, hokim seni lavozingni baland qiladi, senga mukofotlar beradi, seni rozi qiladi desa, albatta men kirgandan keyin hokim bilan uzoqroq suhbatlashlikka men haris bo'laman. Siz ham o'z farzandingizni tarbiya qilganingizda, farzandingizga agar sen maktab o'qimaydigan bo'lsang, sen eng xunuk ishlarda, eng kerak emas ishlarda, eng past ishlar bilan shug'ullanasan, sen navoiy bo'lasan, sen qora kuya bilan mashg'ul bo'lasan deyishligingiz noto'g'ri. Balki ayting, "Ey o'g'lim, ey qizim, sen maktabda yaxshi o'qiydigan bo'lsang, meni boshim baland qilasan, boshim osmonga yetadi, hurmatimni ziyoda qilasan. Agar sen yaxshi o'qiydigan bo'lsang, sen uchuvchi bo'lasan, sen tabib, vrach bo'lasan, sen kosmonavt bo'lasan" deb tushuntiring. Chunki Alloh azza va jalla ana shu da'vatni, ana shu uslubni biz bilan qo'llaydi. Alloh azza va jalla Qur'onda o'zini elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga quyidagi so'zlarni aytdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izatil hasana. Ey Muhammad, siz odamlarga da'vat qilmoqchi bo'lsangiz, odamlarga Alloh azza va jallaning yo'liga hikmat bilan va yaxshi, go'zal pand nasihatlar bilan chaqiring. Wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ular bilan munozara qilsangiz, ular bilan tortishsangiz, eng go'zal yo'llar bilan tortishing dedi. Alloh azza va jalla, ko'ryapsizmi? Alloh azza va jalla aytmadi, "Ey Muhammad, siz otni minib olib turib, o'ng qo'lingizga qilich ushlab turib, sen kofirsan, sen johilsan, sen jahannamga tushasan, sen esa jannatga tushasan" deb hukmdor qiling demadi. Biz islomda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushunishimiz kerak. Anas ibn Malik hadisi keltiradiki, qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, yassiru va la tu'assiru. Odamlarga islomni oson qilinglar. Va la tu'assiru, qiyinlashtirmanglar. Bashiru va la tunaffiru. Agar sizlar odamlar islomga chaqirmoqchi bo'lsangiz, odamlarga xush xabarlar beringlar. Muloyimlik qilinglar. Va la tunaffiru, odamlarni islomdan nafratlantirmanglar dedi. Ya'ni biz islom dinimizda oshiqcha e'tiborsizlik, oshiqcha beparvolik ketmaydi. Va shu bilan birga islomda oshiq qattiqqo'llik, qo'pollik ham bo'lmaydi. Biz dinni to'g'ri tushunishimiz uchun biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek tushunishimiz kerak. Va shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda zikr qilib aytdiki, "Muru abnaakum bis-solah." Farzandlarga namozni 7 yoshdan buyuringlar. "Wadribuhum alayha wa hum abna'u 10." Ular 10 yoshga chiqqanda namoz o'qimasa uringlar. Ya'ni 7 yoshdan to 10 yoshgacha 3 yil mobaynida farzand namoz o'qishni buyurar ekanmiz. Faqat buyurimiz, qattiq gapirmaymiz. O'qisa o'qidi, o'qimasa o'qimadi. Lekin 10 yoshdan so'ng biz farzandimiz o'qimaydigan bo'lsa, biz ularni odobga chaqiramiz. O'zining hikmat yo'li bilan. Agar farzand haqiqatan 3 yil, ya'ni 7 yoshdan 10 yoshgacha namoz o'qidigan bo'lsa, 3 yilda farzand 5,5 ming marta namoz o'qar ekan. 5,5 ming marta o'qigan farzandning tanasiga namoz singib ketadi. 10 yoshga chiqqandan so'ng u bolaga qattiq gapirish shart emas, o'zi o'qiydi. Ya'ni sahobiylar o'zining farzandlari roza tutganda kunning yarmi kelganda farzandlari och qolgan yig'lar ekan. Shun sahobiylar kelib, "Bu noto'g'ri, sabr qilasan, boshqa ilojing yo'q" deb qo'pollik qilmagan. Nima dedi? Nima qilar edi? Ular qo'yning junidan farzandlariga
qo'g'irchoq yasab berar edi. Shunday qilib ular farzanddan ovuntirar edi. Ya'ni men buni nima tushunishim kerak? Agar men jamoatimni, yaqinlarimni, oila a'zolarimni islomga chaqirmoqchi bo'lsam, men ularni jannatga yetalamoqchi bo'lsam, men ularga o'rta islomni ko'rsatishim kerak. O'rta islomni. Lekin men ana shu o'rta islomni tark etib, balki islomni men oshig'i bilan, qo'pollik bilan, qattiq qo'llik bilan qabul qiladigan bo'lsam, ana shu hassa, ana shu qilich, ana shu darra o'zimning boshimda sinadi. Agar siz atrofingizda islomni qattiq olgan odamlarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, ularning farzandlari aksi bo'lib chiqadi. Nimaga? Chunki qattiq qo'llik, qo'pollik hech bir insonning tabiatiga, fitratiga yoqmaydigan narsa. Hozirgi farzandlar 21-asrning avlodlari. 21-asrning avlodlariga qo'pollik kerak emas. Va shuning ular kofir va shuningdek ular kofir emas. Ularga da'vat qiladigan bo'lsangiz, siz ularni aqliga murojaat qiling. Ular tushunishni xohlaydi. Alloh azza va jalla bir surada oyat aytganki, Bismillahirrohmanirrohim. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Ularga bo'lgan ahd paymonlarni ado etinglar. Ular bilan kelishdinglarmi? Ularga va'da berdilarmi? Ado etinglar. O'z vaqtida ado etinglar deb Alloh azza va jalla buyurdi. Undan so'ng nima dedi? Innalloha yuhibbul muttaqin. Alloh azza va jalla taqvodorlarni sevadi. Qarang, Alloh azza va jalla bu joyda va'dani ustiga turishlik bilan, ahd paymonlarni, kelishimlarni bajarishlik bilan birga bir joyda taqvoni zikr qildi. Bu nimani bildiradi? Ya'ni, agar siz bergan va'dangizga tursiz, qilgan kelishimga, ahd paymonlaringizda ustidan chiqadigan bo'lsangiz, siz taqvodor odamlardan bo'lar ekansiz. Siz taqvodor odam bo'lsangiz, Alloh azza va jallani suyukli bandasi bo'lar ekansiz. Agar hozir odamlardan, ey birodar, Alloh azza va jalla nimani yaxshi ko'radi desangiz, ular faqatgina namoz, roza, sadaqa va hajga borishlik deb o'ylaydi. Va shu bilan birga ular Alloh azza va jalla undan boshqa va ulardan ajridan hech qolishmaydigan amallardan bexabar, e'tiborsiz, bilimsiz. Alloh azza va jalla yaxshi ko'radigan amallardan biri bu va'da ustida turishlik. Kelishimni o'z vaqtida bajarishlik. Alloh azza va jalla Qur'onda 3 ta ulug' kelishimni zikr qiladi. Ana shu kelishimdan ikkitasi ado bo'ldi, ular yo'q bo'ldi. Lekin bittasi qoldi va u oxiratgacha davom etadi. Birinchi bo'lib Alloh azza va jalla Banu Isroil bilan, ya'ni yahudiylar bilan kelishdi. Aytdiki: "Va iz akhazna mithaqa bani Isroil la ta'buduna illalloh." Biz Banu Isroildan ahd paymon oldik. Nima deb ahd paymon oldi? Allohdan boshqasi ibodat qilmaysizlar deb ahd paymon oldi. Ahzob surasida Alloh azza va jalla aytdiki: "Va iz akhazna an-nabiyyina mithaqahum va minka va min Nuh va Ibrohim va Musa va Isa ibn Maryam." Biz payg'ambarlardan kelishimni oldik. Ey Muhammad, sizdan kelishim oldik. Nuhdan, Ibrohimdan, Musodan va Iso ibn Maryamdan kelishim oldik. Va akhazna minhum mithaqan ghalidha. Biz ulardan ulug' ahd paymon qildik. So'ngra Alloh azza va jalla 3-chi ahd paymon kimdan olindi? Va akhazna minkum mithaqan ghalidha. Ayollar o'zining erlaridan ahd paymon oldi, va'dalarni oldi. E'tibor qiladigan bo'lsak, siz erkak kishi ayoldan emas, balki ayol kishi ana shu turmush yo'ldoshidan oldi. Undan chiqdi, ayol kishini bilan erkak kishi o'rtasida bo'lgan kelishim qanaqa bo'ladi? U qanaqa kelishim? Ana shu kelishimga nimalar kiradi? Farzandlar, er-xotin o'rtasida bo'lgan sirlar, turmushning sirlari. Agar er bilan xotin o'rtasida ajrashuv, taloq bo'ladigan bo'lsa, aslida erkak kishi o'zining yo'li bilan ketishi kerak, ayol kishi ham o'zining yo'li bilan ketishi kerak. Albatta, er-xotin o'rtasida janjallar, urushlar bo'ladi. Bu tabiiy hol. Nimaga? Nima uchun janjallar bo'ladi? Chunki har bittasida kamchilik bo'ladi. Har bittasida aybli bo'ladi. Agar masalan men
bu yerning odam bo'lib turib, osmondagi jannatdagi hur qizga uylanadigan bo'lsam ham uyda janjallar bo'lar edi. Nimaga? Chunki men odamman, meni kamchilik bor. Agar osmondagi farishta kelib bu yer yuzidagi bir ayolga uylanadigan bo'lsa, ularning uyida ham janjallar bo'lar edi. Nimaga? Chunki ana shu ayolda kamchilik bor. Undan chiqdi, xotin o'rtasida janjallar bo'ladi. Tushunmovchiliklar bo'ladi. Lekin musulmon odam ana shu janjallarni to'g'ri hal qilish kerak. Agar hal qila olmasa, tashqariga olib chiqmash kerak. Bizda qanaqa? Agar ajrashgan qizga borib turib, nima sababdan ajrashdingiz desangiz, u qiz bu bolani bu dunyodagi eng yomon odamga, qotilga aylantirib yuboradi. Hattoki bu bolani ko'rib turib, haqiqatan shu odam shunga o'xshadim deb hayron qolasiz. Agar siz u bolaga borib turib, nima sababdan ajrashdingiz desangiz, u bola ana shu ayolni bu dunyodagi eng yomon, eng xunuk ayollarga aylantirib yuboradi. Kunlardan bir kuni salaf solihning davrida bir odamning uyida janjallar bo'lar edi. Mana shunda uning yaqin do'sti so'rabdi: "Ey do'stim, tinchlikmi? Nima bo'lyapti?" deganda, u bola do'stiga qarab turib, "Seni ishing nima? U meni ayolim, uni sirrini saqlashlik mening bo'ynimda" debdi. So'ngra vaqt o'tib, haqiqatan u kishi ajrashib ketibdi. Ajrashgandan so'ng do'st yana kelib turib, "Ey do'stim, endi ajrashib ketding, endi aytaver" debdi. "Nima bo'ldi?" desa, "Seni ishing nima? Meni ishim nima? U menga yot, nomahram bo'ldi. Uni sir o'zman ketdi" dedi. Haqiqatan erkak kishi bilan ayol kishini bog'lab turadigan narsa bu nikoh. Nikoh bu eng muqaddas bog'liq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vada, ya'ni vidolashuv xutbasida bir musulmonlarga xutba o'tkazadi. Ana shu xutbasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ajoyib narsani aytadi. Ayting, agar siz vafot etishingizdan oldin farzandlaringizga, yaqinlaringizga hazil narsani aytasizmi? E'tiborsiz, manfaatsiz narsani aytasizmi? Aslo, balki eng muhim narsani aytasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham vafot etishdan oldin ana shu xutbasida aytadiki, "Istawsu bin nisa'i khayra", ayollarga nisbatan yaxshi muomalada bo'linglar. "Ittaqulloh", ayollarga nisbatan Allohdan qo'rqinglar. Ayollarga zulm qilishdan, ayollarga adolatsiz muomala qilishdan Allohdan qo'rqinglar dedi. Fa innahunna awanun indakum, chunki u ayollar, ey erkak kishilar, sizlarning qo'llari ostidagi bo'lgan asirlar. Ayol kishi bu mashina emas. Yangi 2019 mashinani ko'rib turib, shunday eski mashinani tashab turib, 2019 mashinani minib ketgani. Va shunday erkak kishi libos emas. Kiyib turib, shunday boshqa bir yaltiroq libos ko'rib turib, ana shu libosga o'tib ketgan. Balki erkak kishi bilan ayol kishining o'rtasida bog'lab turgan nikoh bor va ularning ustida nazorat qilib turgan Robbisi bor. Shuning uchun biz ana shu kelishimlarda, xosatan xotin o'rtasida bo'lgan kelishimlarda sirlariga vafodor bo'lishimiz kerak. Va shuningdek boshchi bilan va uni ishchisining o'rtasida kelishimlar bo'ladi. Boshchi ana shu ishchisi bilan va ishchi xizmatkor o'zining xo'jayini bilan, unga ish bergan odam bilan kelishganda ana shu kelishimlarda ustidan ana shu kelishimlarga ustida vafodor bo'lish kerak. Lekin ba'zi odamlar ana shu ishchilari bilan yoki o'zini boshliqlari bilan, yetakchisi bilan xiyonat qilib, ana shu kelishimga zulm qilib, ana shu kelishimni bajarmasdan masjidning birinchi safida namoz o'qishlikdan nima foyda bor? Shuning uchun Alloh azza va jalla aytdi: "Fa'atimmu ilayhim ahdahum", ular bilan bo'lgan kelishimlarni ado etinglar. Bajaringlar. Innalloha yuhibbul muttaqin, albatta Alloh azza va jalla taqvolarni yaxshi ko'radi. Siz Alloh azza va jallaning suyukli bandasi bo'lishni xohlayapsizmi? Siz bilan va qo'lingiz ostidagi ayolingiz bo'ladimi, farzandingiz bo'ladimi, ishingiz bo'ladimi, boshlig'ingiz bo'ladimi, o'rtadagi bo'lgan kelishimni ado eting. Ana shunda siz haqiqatan Alloh azza va jallaning suyukli bandasi bo'lasiz. Chunki birodarlar, islom din bu faqatgina odamni o'zi bilan emas. Islom din faqatgina masjidda emas. Islom din jamiyatga ham, yaqinlaringizga ham, atrofingizga ham foydasi tegishi kerak. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.